Assalomu alaykum, hurmatli vazirlar YouTube tomoshabinlari. Azizlar, o'choq qozon o'sha tandir qurish jarayonlari tugadi. 28-mart 2025-yil. Donasi 500 mingdan qilindi. Usta kafillar bilan terib berishdi ustalarimiz. Qashqadaryo viloyat Kasb tumanida 350 mingga tandir olingan. 1400 dan 320 ta qish ketgan. 300 kilo sement ishlatildi va kafil olingan, singan o'sha 4000 kiloga olingan bu. Azbiz torba qo'yildi. Mana bu ikkita kon demoxot bitta qilingan. Mana bergan bitta bu demoxot. Mana bergan bitta bu demoxot. Ikkovini bitta qilib olishgan. 3-4 kun davomida yoqiladi, to'xtatmay, sababi o'sha namlar qurib, o'sha ko'pga ichida berish uchun tandirimiz. 350 mingga tandir sotib olishgan. Yoqqanimizda bitta like bosamiz, fikrlarni kutamiz. Topganlaringizga Alloh baraka bersin. Hurmatli YouTube kanalida to'liq obzorni chiqardik, narx-navolari qanchaga bitdi, nima bo'ldi, hammasini aytdik. Qashqadaryo viloyat Kasb tumanida ushbu zakaz tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.